Yuzdagi har xil toshmalar, yuzdagi osilish, yuzdagi ajinlar va eng ayollarimizdan qiynab kelayotgan asosiy ko'pchilik ayollarda kuzatiladigan muammo bu yuzdagi pigment, ya'ni dog'lardan qutulishga yordam beradi. Nimaga? Chunki tarkibida aynan ayollarda yuzda dog' chiqishiga sababchi bo'lgan narsa bu organizmdagi melanin gormonini oshib ketishi. Aynan buni asosiy yana bitta vazifasi o'sha melanin gormonini tartibga solishga yordam beradi. Ya'ni melaninni tartibga soladi, normaga keltirib beradi. Shu bois kim yuzida pigment dog' bo'lsa, dog'laringizni zo'r ochartirib beradigan mahsulot. Misol dog'dan qiynalayotgan ayollarimizda 1300 $1000 yuzingizga uhod qilmaysizmi, kosmetologga bormaysizmi, foydasi yo'q. Organizmingizga kollagen